Bugun Tigo Sax Pro haqida barchasini ochiqchasiga gaplashamiz. Boshqa ilojimiz yo'q. Xalqqa hammasini tan olish vaqti keldi. Tigo Sax Pro 1.6 turbina, 186 ta ot kuchi, 186 ta ot kuchi. Va bu maxluq-ku bu. Tigo Sax Pro mashinamizning bagaj hajmi 530 lik. Kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? Buni qassob akalarimiz ham olsa bo'ladi. Bagajiga 1 tonna molam sig'adi. Avtomobilimizning ichki qismi 85% eko ko'rjadan tashkil topgan bo'lib, unda ko'pgina qulayliklarga ega bo'lgan multimedia rol hamda 1,5 kvadratli panoramli lyukimiz mavjud va sizga ko'pgina qulayliklar beradigan 360 graduslik kameramiz ham mavjud. Mashinamiz hattoki qo'l harakatisiz boshqaruvga ham ega. Привет, Черри. Слушаю вас. Открой карта. Хорошо, открываю навигацию. Crossoverimizning narxi 399 million 900 ming so'm. Bular hali hammasi emas. Mashina haqida batafsil ma'lumot olishni istasangiz, kommentariyaga 8 raqamini qoldiring va biz sizga to'liq ma'lumot yuboramiz.